Uyim remontini yaqinda boshlayman. Rang tanlashda ozgina muammo bo'lyapti. Qaysi xonaga qanaqa rang tanlashligini bir ko'rsatib bera olasizmi? Spalnidan boshlasak. Xo'p, spalnilarimiz uchun mana bu T859 hamda T532 raqamli ranglarimizdan ishlasangiz bo'ladi. Bu ranglarimizni spalni xonalarga qiladigan bo'lsangiz, tinchlantiruvchi ham odamga yoqadigan ranglarimizdan birlari. Mehmonxonaga qanaqa rang? Xo'p, mehmonxonarimizga mana bu AE1178 hamda A07 ranglarimizdan ishlasangiz bo'ladi. Bularimiz молочный, och молочный hamda sal qizg'ish молочный ranglarimiz mehmonxonalarda ham katta, chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Kuxnyagachi, oshxonaga. Xo'p, kuxnyaga. Kuxnya doim ko'pchilik shunday tanlashda qiynaladi. Ko'pchilik hozir mana bu R781 rangimizdan ishlatyapti. Chunki sal seriyroq rang bo'lganini, kirchimoliq rang bo'lganligi sababli ko'pchilik shundan olyapti. Ancha-muncha kir dog'larni ham bilintirmay turishligi sababidan. Bolalar xonasi uchun qanaqa ranglar tavsiya qilasiz? Bolalar xonasidan qizlar xonasiga bo'ladigan bo'lsa, mana bu kabi pushti ranglarimizdan bemalol ishlasangiz bo'ladi. Qizlarga ham juda ham yoqadigan ranglar. Hozirda ko'pchilik qizlarning xonasi uchun mana shunaqa ranglardan faol foydalanib yuribdi. Xo'p, o'g'il bolalar xonasiga mana bu ikkala rangimiz juda ham zo'r. Sal ochiqroq rang desanglar, mana bu kokosli monaco rangimizdan ishlatsanglar bo'ladi. To'qroq rang desangiz, mana bu fioletoviy rangimizdan ishlatsanglar bo'ladi. O'g'il bolalar xonasiga hozirda ko'pchilik shu ranglarimizdan foydalanyapti. Qurilish bo'yicha foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling.